Bermud uchburchagi. Bermud uchburchagi uchburchak shakliga ega bo'lgan Atlantik okeanining g'arbiy qismida Bermud, Puerto-Rico orollari hamda Florida yarimoroli orasidagi joy. Bu joy kemalar, vertolyot va samolyotlarning sirli yo'qolib qolishi kabi g'ayritabiiy hodisalar sababidan Iblis uchburchagi sifatida ham tanilgan. Bermud uchburchagining maydoni 1000 kvadrat kilometrdan ziyodroq. Uni shuningdek Shayton dengizi, Atlantika qabristoni, Qarg'alar dengizi deb ham atashadi. Ana shu nomlar orasida eng ommalashgani Bermud uchburchagi bo'lib qoldi. Bermud uchburchagi kemalarning yo'qolib qolishining eng haqiqatga yaqin sababi mazkur hududda ulkan qotil to'lqinlar hosil bo'lishidir. Tadqiqotlardan olingan xulosalarga ko'ra, mazkur hududda balandligi 30 metrlik ulkan to'lqinlar vujudga keladi va bu to'lqin kemalarni yutib yuboradi. Ko'p narsalar davomida sayohatchilar tasodifan bu joyda ba'zan sirli sokinlikka, ba'zan esa dahshatli bo'ronlarga duch kelishgan. Kristofer Kolumb ham Ummonning mana shu qismiga kelganida o'zining kema jurnaliga qiziq dalilni yozib qo'ygan. Guruh a'zolari suvda o'ziga xos nurlanuvchi dog'lar suzib yurganini ko'rishgan. Mazkur xavfli zonada bo'lganlar ham g'alati sukunatlar va o'rmonlar va tasodifiy dovullar haqida gapirishadi. Bundan tashqari barcha asbob-uskunalar bu yerda buzilib qoladi yoki to'g'ri ishlamaydi. Kompas millari g'ildirab aylanaveradi. Uchuvchilar ob-havoning to'satdan yomonlashganini ko'rishgan. Sirli o'zgarishlar boshlanishidan oldin esa ufqning g'alati sariq tuman bo'lib qoplar ekan. Bermud uchburchagi ba'zan dengiz va havoda haqiqiy xavf tug'diradi. Bu joy yer yuzasidagi kompas to'g'ri ishlamaydigan ikkita hududdan biridir. Buning natijasida esa kema va samolyotlar noto'g'ri yo'nalishda harakatlanishi. Bu haqda komanda a'zolari umuman bilmasligi mumkin. Balki aynan shuning uchundir bu yerda hatto dengiz jonivorlari ham g'alati. Baliqchilar bir necha bor g'alati hodisaga to'nkarilgan holda suzayotgan baliqlarga duch kelishgan. Bermud uchburchagi 1840-yildayoq mudhish nom chiqara boshlagandi. O'shanda Bagama orollari yaqinida fransuzlarning Rozalli nomli yelkanli kemasi paydo bo'lib qolgandi. Uning barcha yelkanlari ko'tarilgandi. Hamma asbob-uskunalari soz edi. Biroq kema guruhi yo'q edi. Uni ko'zdan kechirishganda aniqlandiki, kema ajoyib soz holatda, hech qanday shikastsiz yoki joyida ekan. Lekin ekipaj qayoqqa g'oyib bo'lgan? Kema jurnalida ham ishning mohiyatiga aniqlik kirituvchi birorta yozuv topilmadi. Kema halokatlarining ko'pchilik qismi aynan mana shu uchburchakda sodir bo'ladi. Ayrim samolyotlar va kemalar bu hududda izsiz yo'qolgan deb xabar qilingan. Eng mashhurlardan biri Flight 19. 1945-yilda 5 ta harbiy samolyot mashg'ulot paytida yo'qolib qolgan. Olimlar Bermud uchburchagi hodisalarini quyidagilar bilan tushuntirishadi. Birinchisi, ob-havo sharoitlari, to'satdan yuz beradigan bo'ronlar va kuchli oqimlar, magnit buzilishlari, kompas ko'rsatkichlarining noto'g'ri ishlashi. Atlantik okeanida joylashgan Bermud uchburchagi shunday sirli joyki, u yerda hozirgacha jami 18 ta suv osti kemasi, 127 ta kema va 115 ta samolyot va 12 ta havo sharlari izsiz yo'qolgan. Eng mashhurlardan biri Flight 19. 1945-yilda 5 ta harbiy samolyot mashg'ulot paytida yo'qolib qolgan. Olimlar Bermud uchburchagidagi hodisalarni quyidagilar bilan tushuntirishadi. Birinchisi, ob-havo sharoitlari, to'satdan yuz beradigan bo'ronlar va kuchli oqimlar, magnit buzilishlari, kompas ko'rsatkichlarining noto'g'ri ishlashi. Atlantik okeanida joylashgan Bermud uchburchagidagi shunday sirli joyki, u yerda hozirgacha jami 18 ta suv osti kemasi, 127 ta kema, 115 ta samolyot va 15 ta havo sharlari izsiz yo'qolgan.